1 apreldan e'tiboran mamlakatimizda ayrim tovarlar va xizmatlar uchun naqd pulsiz to'lov tizimi joriy etilmoqda. Bu nafaqat zamonaviy qadam, balki yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va qulaylik yaratishga qaratilgan muhim islohotdir. Aynan Farg'ona viloyati bugun ushbu jarayonlarga tayyormi va bu jarayonlarda qanday ishlar amalga oshirildi, tahlil qilamiz. Avvallari haydovchilar uchun naqd pul tayyorlab yurish oddiy hol bo'lgan bo'lsa, endi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi hisob-kitoblar, bank kartalari, mobil ilovalar va elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Bu esa vaqtni tejash, navbatlarni qisqartirish va inson omilini kamaytirishga xizmat qiladi. Muhtaram Prezidentimizning 246 sonli farmoniga asosan joriy yil 1 apreldan boshlab ba'zi xizmatlarga to'lovlar faqat bank kartalari hamda to'lov terminallari orqali to'lash amaliyoti joriy qilindi. Jumladan avtotransport vositalariga yoqilg'i quyish shoxobchalari, elektromobillarni quvvatlash stansiyalari, alkogol va tamaki mahsulotlarini sotish, davlat organlari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar, qiymati 25 million so'mdan oshgan tovarlar va xizmatlar hamda ko'chmas mulk obyektlari va ba'zi transport vositalarini sotishda faqat bank kartalari hamda to'lov terminallari orqali sotish belgilandi. Naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish, yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish va xufiyona iqtisodiyotga barham berish maqsadida bu joriy qilingan. Yoshlar va raqamli texnologiyalarga moslashgan qatlam buni qulaylik sifatida baholayotgan bo'lsa, ayrim fuqarolarga yangi tizimga moslashish uchun ma'lum vaqt talab etilishi tabiiy. Shu bois mutasaddilar tomonidan tushuntirish ishlari va amaliy yordamlar davom ettirilmoqda. Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi hamda Markaziy bankning viloyat bosh boshqarmasi mutaxassislari avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida bo'lib, naqdsiz to'lovlarni amalga oshirishda iste'molchilarga yaratilayotgan qulayliklarni o'rgandilar. 1 apreldan boshlab naqdsiz to'lovlarni amalga oshirishga qulayliklar yaratyapmiz. Tijorat banklarimizda yetarlicha plastik kartalar bor. Naqdsiz to'lovni amalga oshirish uchun avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalariga infokioskasi joylashtirilyapti. Shu orqali fuqarolarimiz o'z bank plastik kartalarini to'ldirib olishlari va undan foydalanishlari imkoniyatlariga ega. To'lov tashkilotlarining QR kodlaridan foydalanib yoki ilovalardan foydalangan holda ham to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Shoxobchaga hech qanday bank kartasiz naqd pul bilan kelgan iste'molchilar uchun Atto kartasi bilan to'lovni amalga oshirish imkoniyati yaratilgan. Xo'sh, bu qanday amalga oshiriladi? Bu Atto karta tijorat banklari tomonidan yoqilg'i quyish shoxobchalariga tarqatib berilyapti. Bu karta yordamida siz yoqilg'i quyish shoxobchasidan naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirishingiz mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? Bu kartani olib, infokioskada naqd pulingizni kartaga tushirib olish imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Bu kabi muloqotlar viloyat miqyosida amalga oshirilib, savdo jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash, 1 aprel holatidan e'tiboran hisob-kitoblar naqdsiz amalga oshirilishi kerakligi bo'yicha zarur tushuntirishlar berilmoqda.